Bu yaxshi amalken. Rahmat. Tezroq bo'lay. Yana mening nurg'un ishlarim bor. Qani aytinglar-chi, Batur azimatlarim, og'rig'inglar qanday qaraq? Rostini aytganda ahvol ancha yaxshi emas. Og'riqlar kunga ko'payib bularga hardiq yetib qapti. Tinish joy tepib, obdan aram oldirmasak bo'lmag'idek. Harg'inlikni chiqarishga misha muvofiq ekan. Meningcha, suvmi bor ekan, o'tchakmi qo'yiq ekan. Bo'pti, mushu joyda 2-3 kun aram olaylik. Shunda qisab, hammamiz maqturimizga kelamiz. Buningga ishinimi? Alis bilan bo'lisdan anglasam mangmaydigan bo'pti-ku. Nimishqa bu yerda to'xtab qolamiz? Ko'pchilikka ardiq yetibdi. Mushu joyda 2-3 kun dam oldigan bo'ldik. Undaq bo'lsa, uni izginamsan. Men sening o'rningda bo'lgan bo'lsam, bu fursatni ching tutgan bo'latdim. Nim bo'lding? Uni bakrak tushunging yo'qmi? Sen mufuqibsan-da. Albatta. Hammani ko'rgan tursan. Bo'pti. Sening cho'q qandaqki?
Bek güzelken, şunu ızdırap ben. To'g'ri, deganing to'g'ri, hozirda boray. Bo'lmasa, sana hamroh berish beraymi, ha? Ma'qul. Ko'rinib qolma yana. Acaba to'xtab qoldik-ku. Nima shu bo'lgandi? Azlik yetib keldikmi ya? Endi mamont ekanmiz, ha? Nima? Sizlarga nim bo'ldi? Hammamiz yurib ketdik. Sen ba mush yerda 2-3 kun aram olishni qaror qildi. U mehilqi chishirni izdigidak. Biz uni boylik ko'rgan. Raskagatda, ras. Sen ba uni cho'qim topidi. Muhabbat, shirin muhabbat. Mush muhabbatning oxiri qanday bo'ladi? Buni kim topa oladi? Tepishdan aytdi ya. To'qqandan beri chatqonliqni oqtirib chiqdim. U chishirni zarli topolmadim. Nima? Ayliq joni bilan kelishmaslikka uchrab qoldimi ya? U ash chatqonliqda bekib yotadi. Karel to'g'ri deydi. Hozir aram elyapti. Hepsi üstüme sek bağıdı. Ay, qaranglar. Xap, Simba, xap. Bizni yengib oldi. Tali odin kep qoldi. Shundaqmi alalari? Simba'nın menmençiliği çidiyanmadım. Onunla gücümü yitretti. Shundaq. Albatta shundaq bo'ladi, alalari. Ama sen degan hech nimaga yarmaydigan narsa. Yaramagan bilan aql ko'z ishga tozoq qurishga bek ustaman degan. Senin qurgan tozoqlaring kakenmidi. Nima deb tilni hujum qilatmadi? Ular degan Simbani ittifoqlashtirib tursa. Bunu bilemen. Kalva. Amal izdavatımı. Biz bir yer asti yo'li qolib ularga hujum tuturchi qilsak bo'lmamdi. Bu maslahat bo'lmamdi. Mında qilayli. Bir tizimlik turg'izayli. Nima tizimlik? Ularning ittifoqlashlari qaysilakin? Tushundingmi? Hozirli bezir. Tez. Herib bilay dedim. Yakşımsız güzel ışık, münasibim seyrek kuşkaş. Yakşımsız münasibim seyrek kuşkaş. Sinba'nın dostu barım. Sizi der yapıydı köygen tok. Bir demde ketip kapsız. Söz deme. Farma. Sinba ayrılış vaxtında sizden gözünü üzemedi. O sizni pek yaxşı görüdü. Ama yaqinlab qolgan vaqtimda nemishki meni qo'g'lab etdi? Yo'q. Unday emas. Sinba sizni qasddan qo'g'lamadi. Ras, qasam beray. Sizni ayab kesgan degandi. Yo'l serkundir yapıyığı nurg'ilgan tozoqlarni qurib chiqqan. Shu joyda sizning hayotingiz xatar ichida qolgan. Sinba butun niyati bilan sizni qo'g'dimoqchi bo'lgan. Rasma? Onaga gap ketmaydi. Mamasi o'zidan so'rab beqqan. Tezligina Sinba qandoqroq? O degan ulug' botir, oqko'l podsho. U hamma fuqarolarga ko'ngil biladi. Seyrek quşqaş, hacı demedi. Yana timsoh. Ularning hammasi odamni bezar qiladigan ablaqlar. Kepinak, tiyin, buğa, at, qağa, toshqan. Hammasini yozib qo'ydim. Hammasini yoz, ha? Albatta, hammasini yozib qo'ydim. Hamma bular yirtqichoy, vallahi hammas. Kalva! Sen sapı kalkınmaz nefslerini kesilkensen. Beni beka aldın septi özağını öğretirdim ben. Aytqıcılım ben alayları. Bizning ittifoqdoshimiz Serqari. Sen balag'aman bu shaharda cho'qim taqabultira olaydi.
Allah karanlık düşüp ketdi bu. Vaqt nima degan tez o'tgan ha? Havo ajab tuyg'usiz tutilib ketibdi bu. Böyle diş, kara bulut koşatıdı. Bu ne mi? Urak, tez karagını? Ben uxladım. Quloq seninla çok g'alati ovoz kelyapti. Men ma'ladim. Nima ovozligini uqamayapman. G'ong-g'ong qilgan ovoz kelyapti. Bira ish yuz beramdikin deb ansirayapman. Sen bo yo'qtirsan, ovoz bo'lgan sira yiqilishyapti. Bir de berdan ovoz ekan. Xatolashmaganlar bo'lsam cho'qim ara. Hey! Suriqar ekan juma, asalar samaskan. Ha, diqqat qilinglar. Suv kiringlar. Ha, diqqat qilinglar. Kirib tushinglar. Çapsan soğuk şu olayla çapsan. Çapsan bu olayla tez. Asalar ismikin deptimen. Asalar ismikin uzun bo'lgan diye. Oy. Hey Simba! Emrahların seni karnı ucumu uçurdu. Erleme köpken. Çapsan bargayın haytkın. Tez bol. Çapsan bol. Simba siz bilan ko'rishni qanchalik orzu qiladi? U sizni izlab alaydan keldi. Alaydan izlab keldimi? Qarama, ko'l bo'yiga chedar bargohiga chiqdi. Ana aviyada. Ana iş bitti. Sen boyunu ne kötkendi? Yok, yana başlaydigan bo'ldi. Men de ularni ko'rishgan bo'ldi deb tikanman. Nemish bundoq bo'lgandi? U meni yaratmaydi ekan-da. Boshqacha aytib bo'lmam. Uning chiqib sababi bor. Sababini bilaman. U meni faqat yaxshi ko'rmaydi ekan. Men berib boqay, nemish ketdi ekan? Kızımla! Ben de meseleyi kabuldum da tükeme. Chapsan bulinglar, suvga sakrayveringlar. Balam! Balam! Ya! Ya! Ya Gaspar, bizani qoldigan! Simba! Tushundim. Ona nemish ketganligini tushundim. Men berib unaqa deb qo'yay. Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Kartım ola öyle süper ki ola. Çok yakın tuzağa Türk'ümün öpüştü. Osman deseme, ulan ködür yüteyle! Bürkütle, ulanı koğulu et ala.
Anacığım. Farna, siz ketme. Sinba hazırlık kilidi. Onim bek kergidek. Meni kösül qıçıvassa. To'xta, tushundirib qo'yay. Seri qari keldi, tez qochayli. O'zimizni toldiq eli. Chidab turolmay yordam berib chaqiring. Endi bo'ldi, ular yuzga erishdi. Bu vazifa osonga tushmadi. Biz uzoq qolmay Farna ismli bir malikaga ega bo'lamiz. Rasma? Yalg'a aytmayotidi sen, ha? Gapim xato chiqmaydi. Bu malikaga men uni tirishchanligim bilan erishdi oladi. Rasma? Bu atma. Keyin qanday bo'ldi? Keyin Sinba uni qutqizib oldi. Harla uni hujum qildi. Shundoq ular uchrashgan chig'itla muhabbat paydo bo'ladi. Buni hech kim do'st yapmaydi. Ulug' Simba. Endi Sinbani topayli. To'xta. Korkma, ben bak. Beni tutuyla.
qo'shilishingizga qarshi olaman. Rahmat do'stlarim, sizlarga chin qalbimdan rahmat. Men hozir oq ko'ngil, vafodorlik bilan meni o'ziga makliya qilib olgan bu go'zal qizni to'lib tashqan xo'jalik ichida sizlarga tunishtiraman. Farna Sinbaning qishig'i keldi. Sinba intayin baxtga cho'mdi. Bundan keyin Serkonga qanday taqobil turdi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.